Voydod, buni ko'ryapsizlarmi? Kamera qanchalik yetkazib beryapti bilmadim-ku. Bo'yin, dum. Biz gibrid choyxonaga kelganmiz. Ya'ni choyxona bilan kafeni kollaboratsiya qilib yuborilgan. Kelasiz, bo'yin, dum, osh, achchiq osh, qozon kabob, shashlik. Xayolingizda bir chekkasiga kelib qolgan ovqatni, mana ovqatlarni ham qilib qo'yaverasizlar-a. Siz kelguningizgacha tayyor bo'lgan choyxonaga kelganmiz. Bo'yin bilan dum. Nech pul sotyapsiz? 180 mingdan sotyapmiz. 140 mingligi ham, 150 mingligi ham bor ekan. Bizga nech pul qilib berasiz? Aka mazasini ko'rdingiz. Shu narxda endi. Til ojiz. Go'shtlar og'zingizga solib qo'ysa, o'zi chaynalib, o'zi tushib ketyapti-da. Shunaqangi shirin, endi shunaqangi hil og'izda yuradigan narsa. Aka bir 60 ming, 70 ming qilib asabingizga tegmaymi? 100 bosaylik aka. 150 ming. Yo aka, 100 mingsidan 20-yanvargacha bosaylik. 130 qilib bering. 100 bitta bosdikmi? Bo'ldi aka, siz obunachilaringiz uchun faqat. Manzilimiz Mehnat post betonkadan 200 metr kirganda Doniyor Nur choyxonasi. Xizmat olsa, biz ham shu yerdamiz.